Endigina birinchi sinfga chiqqanimda dadam o'tib qolgan. Ma'lum bir vaqtdan keyin ayam boshqa odam bilan turmush qurdi. O'gay otam bilan hecham chiqishmasdik. Tortishib, urushib qolganimizda ayam qaysi birlaringga bo'lay deb hecham meni tarafimni olmasdi. Bu holat judayam menga alam qilardi. Maktabda o'qib yurgan paytlarim sinfdoshlarim dadalari olib bergan narsalarni maqtanishganda ruhan sinardim. Endi maktabni bitirish arafasida ayam bilan o'gay otam mendan so'ramasdan unashtirib qo'yishdi. Meni esa o'zimizni mahalladan yaxshi ko'rib gaplashib yurgan yigitim ayamlarga bu haqida menam yigitimam tushuntirishga harakat qildik, lekin baribir qarshi bo'lishdi. Boshqa ilojim qolmasdan dadam tarafdagi buvimlarnikiga ketib qoldim. Bahonada buvimlar bilan keyin esa hamma kattalar maslahatlashib yaxshi ko'rgan yigitimga rozilik berishdi. Lekin baribir ham ayamlar chin ko'ngildan rozi bo'lmadi. Men yaxshi ko'rgan bola judayam mehribon, har doim ko'nglimga qaraydi. Uni tanlaganimdan hech ham afsuslanmayman. Menda yaxshi bolalik xotiralari bo'lmadi. Hech bo'lmaganda hayotimni o'zim istagandek qurishga harakat qildim. Shunaqa deb bitta obunachim yozib o'zingizdan to'qiyapsiz deb negativ yozib o'tirmasligingiz uchun yozganlarni ham qo'yib qo'ydim. Iltimos meni hayotimni gapirib reels chiqing. Ayamni rozi qilmaganim uchun baribir ko'nglimda qandaydir kemtiklik bor. Meni hayotimga o'xshash insonlarni fikri men uchun muhim deb aytib berdi obunachim.